Avtoseyl obunaçıları üçün zor satışlanan maşinlarni YouTube ictimai tarmog'imizda reklama etib berishda davom etamiz. Navbatdagi mashinamiz Malibu Premier qiziqib yurgan do'stlarimiz, og'alarimiz uchun 2021-yil oq rangli Premierni avtoseyl obunachilarına sotib aytgan ko'pmiz. Mashinamiz idealniy sostoyaniyada чистый koreyskiy Premier va 2 turbinani o'zi emas, yasama Premier emas, koreyskiy variant sifatli ishlab chiqarilgan. Tushunadi odamlar biladi. 4 dona toza yumshoq balon qo'yilgan, o'zini zavodskoy diskalarini, qulplari, besko'choy do'stliklari, salonlar ham akkuratniy holatda, Bose audio sistemasi bo'ladi, tenda poriklari, 61 ming yurgan, funksiyalari dim ko'pina, cruise control, rul qizdiradigan knopkalari, abduf, abagrev, orqa sidinlar ham qizadi, salonlar ham matviy holatda bo'lib turibdi. Mashinamiz 21-yil ishlab chiqarilgan, yil ham toza, motori va kuzovunda hech qanday ishi yo'q, bemalol ko'rib tekshirib olaverasiz. Hadoyinda ham kamchiliklari yo'q. Zo'r holatda turibdi. Ko'pchigina qora rangdan bezik ketib, oq Premierni zo'rini qarab yurdi. Avtoseyl obunachilar uchun aytganimizgina mashinamizni bahosi obunachilar 310 million so'm ustunda yana savdo qilib asoslar bo'ladi va avtokredit masalasini kelsak, Xorazm viloyati va Qoraqalpog'iston Respublikasining ayrim tumanlaridan kelgan klientlarimizga tiylar ham top-toza bo'lib turibdi. Boshlang'ich to'lovini 70 million so'm bilan chiqarib beramiz. Ne deydi bu? Bir like bosib ayna shu o'rinda 70 million so'm bilan avtokreditda. Keyin ana o'zini bahosi 310 million so'm. 70 million bersangizlar, qanday 5 yil mobaynida avtokredit asosida bo'lib to'lasangizlar ham bo'ladi. Shunday mashinalarni sizlar uchun chiqarib berishda davom etamiz. Videomizga like bosib, bizlarga obuna bo'lib qo'ysangizlar, shunday variantlarni ko'rib borishdan ko'rib qolmaysizlar, deymi? Xullas, avtoseylar kelaverasizlar. Manzilimiz Urganch yo'ldan yo'li Sputnik svetoforning yonida. Telefon nomerlarimizni qoldiramiz, bemalol bog'lanib ma'lumot asosida kelib ko'rsangizlar bo'ladi.